bu va odam tushunishi, falsafiy tushunishi mumkin bo'lmagan narsa. Masalan, gapiryapman. Tevara gapirib qistiryapmiz. Bir-birimizga muloqot qilyapmiz. Qanaqa bajarib deyapti mexanika. Shularni histologiyada yaxshiroq o'rganasiz. Endi biz topografik to'xtalamiz. Har qanday sohani o'tishimizda nimadan boshlardik? Tashqi mo'ljaldan. Tashqi mo'ljal bizga nimani beradi? Birinchidan, o'sha sohani chegaralash uchun kerak. Boshni bo'yini chegaralashimiz kerak. Ma'lum? Ikkinchisi nimaga beradi? Operativ yo'l degan narsa bor. Ochib kirish. Xavfsiz bo'lish kerak, yaqin bo'lish kerak. Shu ochib kirayotgan joyimizda qon tomir yerdan kamroq bo'lishi kerak. Ya'ni kesma kesganimizda xavfsiz joyni tanlashimiz kerak. Uchinchidan, kerak a'zolarni aks tasvirini aniqlash uchun, tashqaridan bilish uchun teriga nisbatan. Tushunarlimi? Endi bosh sohasida tashqi mo'ljali juda ham kam. 100 ga ko'proq. O'zi bosh sohasiga 100 ham kirib ketadi. Miya bo'limida kam. Masalan, asosini hech kim palpatsiya qilib topolmaydi. Ya'ni bosh miyani baziskani, eksterni, tashqi asosini ushlab bo'lmaydi, ichkisini. Faqat biza gumbazini palpatsiya qilamiz. Hammamiz boshimiz gumbaz qismini. Bu yerda faqat bu yerda mushaklar kam, suyaklar va yonda qisman mushaklar bor. Frontal, suyagi mana peshona sohasida mushak bor. Va ensada, chakkada. Mushaklar kontrollarini ishlasak bo'ladi. Endi yuz sohasida tashqi mo'ljallar, ko'z kosasi, uning qirg'oqlari, yuqori pastki qirrasi, burun. Mana bu pastki jag'imiz bor edi. Pastki jag'da nimasi? Pastki qirg'og'i bor mana. Shoh. Mana bu yerda angulus mandibulasi burchagi bor. Mana bu yerda engak do'mbog'i bor, tuberkulum. To'g'rimi? Mentalis. Mana bu yerda insoning tashqi do'mboqchasi o'shlasanglar bilasizlar. Protuberante eksterna occipital. Ular sizga nima bo'ladi? Tashqi mo'ljal. Tashqi mo'ljaldan biz nimani aniqlaymiz? Sohani chegarasi. Demak, bo'yindan aslidagi chegarada beraman chizib. Bu tarafga bo'lishadi. Mana tushlar, o'tirolmaymiz. A nuqta va B nuqta. Ayni C nuqta ham bor, kerak. Mana shu A va B nuqtani birlashtirsak, bosh sohasi bo'yindan ajraladi. Demak, mana bu yerda protuberante yoki tuber mentalis bor. Tuber mentalisdan pastki jag'ning pastki qirg'og'i bo'ylab yuradi. Tushunarmi? Va mana bu yerda pastki jag'ning angulusi bor, burchagi. Shu yo'nalish bo'ylab yurib, mana bu tashqi ikki kanali. Shuni tagidan o'tib, mana bu yerda ana shu so'risdan o'sib bor. Orqa, quloq orqasi. Shu yerda cho'qqisidan va mana bu yerda ensa suyagining yuqori chizig'i, linear nucleus superior. Shundan qayerga qarab to'xtamiz? Protuberant occipital external. Mana shu chiziqdan yuqorisi bosh sohasi, pasti bo'yin sohasi edi. Tushunarlimi? Endi 3 kilo ko'ramiz. 3 kilo ko'radigan bo'lsak, mana bosh sohasi yaqinlashib qolamiz. Bunda suyaklar bilan ko'rasiz. Hop. Mana bu yerda. Yo'q, sizlarga yanada tushunarli bo'lish uchun boya aytgan narsalarni ko'rsatib o'tib, mana ensa suyagini to'g'moqchasi, protuberant occipital external. Mana bu yuqori chizig'i, linear nucleus. Shu chiziq bo'ylab shunga tutashdi orqada. Endi pastki jag'ini alohida ko'ramiz. Mana Mentalis. tuberkulum mentalis. Tushunarli? Esda qoldim. Endi bosh sohasini o'zini ham ikkita bo'limga bo'lib o'tamiz. Boshning yuz qismi bor va miya qismi bor. Buni qanday chegaralaymiz? Boshning yuz qismi bilan miya qismini mana bu chegara aniqlab beradi. Hamma ko'z kosasini yuqori qirrasini chizib, yanoq suyagi bor mana. Yanoq qirrasi bo'ylab tashqi eshigiga qarab yo'naltirsak, mana shu chiziq nima bo'ladi? Yuz bilan boshni ajratib turadi. Mana boshqa rangga chizadi. Sariq. Tushunarlimi? Ya'ni gapirganda talabalar old pastda 100 esa
past to'xtalamiz. Yuz qismini o'zi ham ikkiga bo'linadi. Old, yon. Ikkalasini qanday aniqlaymiz desa, ko'z kosasini yuqori burchagidan pastga vertikal chiziq tortamiz. Oldingi soha. Buni oldi, yuzning oldi qismi, buni orqasi yon qismi deyiladi. Old qismida to'rtta soha bor. Ko'z kosasi atrofidagi soha regio nima deyiladi? Orbitalis. Orbitalis. Buning sohasi regio nazalis. Regio atrofi va mentalis. Yonda yanoq sohasi. Mana bu yerda lo'ng sohasi. Va mana bu chayno chakka sohasi. Va ichkarida yana chuqur sohasi qo'yilgan. Tushunarmi? Endi unga to'xtalmayman. Endi miya qismini o'zini ikkiga bo'lamiz. Miyaning asosi va uni tomi yoki nimasi? Kalvariyasi deyiladi. Demak, mana bu fundament vazifasini bajaradi. Bu esa buni ustidan yopib turadi, ya'ni gumbaz shaklida bo'ladi. Buni hosil qilishda anatomiyada o'tgansizlar frontal suyak, bitta tepa suyagi, ensa qisman chakka suyaklari, rafiyalar bilan qo'shilib qafos hosil qiladi. Yoki deyiladi frontal parental spintalis sohasi. Nimaga birga o'tirib, bularning qavatma-qavat turishi mumkin. Ikkinchisi chakka sohasi, regio temperalis o'tiradi va uchinchisi mana bu yerda so'rg'insimon soha, regio mastoides. Tushunarmi? Shu sohalar miya bo'limida bor. Endi mana bunda sizlarga klinikaga ko'proq to'xtalishimiz kerak. Gumbaz sinishlar bor. Ya'ni travma bo'lsa, boshiga o'tkir jism bilan qattiq ursa, zarb bilan temir yoki 3-2 etajdan boshi bilan tushsa yoki mashina bilan ketyapti, avariya natijasida laboyni boshi bilan urib chiqib ketsa, misol uchun, bu suyaklar sinadi. Ya'ni gumbaz suyaklar. Singanda siz bilishingiz kerak, qanaqa sinish turi bo'ldi, buni oqibati nima bo'ladi. Ikki xil sinish bor gumbazda. Impression va depression. Mana qarang. Impression sinish qanday bo'ladi? Suyak sinadida va pastga qonasimon bo'lib botib kiradi. Ya'ni voronkaga o'xshaydi. Unda esa depressionda suyak bir joyda sinib cho'kadi do'ramatlarning ustiga. Tushunarlimi? Endi qaysi xavfliligini mana bu rasmda ko'ramiz. E'tibor beringlar. Birinchi rasmga e'tibor bersanglar, bu impression sinish yoki voronkasimon sinish yoki qonasimon sinish. Suyak kirib, suyak parchalari ichkariga botib kiradida, yo'l-yo'laki yo'ldan o'tgan yuza, o'rta chuqur joylashgan qon tomirlarini ham shikastlab o'tadi. Undan tashqariga chuqurroq kirib olsa, do'ra materialni ham kesib, yirtib, miya yumshoq to'qimasigacha kirib olishi mumkin. Shu xavfli. Bu xavfli, o'lim bilan tugaydi ko'pincha yoki juda kuchli qon ketish bo'ladi. Ikkinchi sinishga e'tibor beringlar, xuddi yer ko'chkisiga o'xshaydi. Bir joyda shoksa, jarlik hosil bo'ladi. Suyak bir joyda to'planib sinib, do'ra material qattiq miya pardasi ustiga yotadi. Bunda uncha shikastlanish bo'lmaydi, lekin bunda ham qon ketishlar bo'ladi. Buni oxirida operatsiyalarda gaplashamiz, birinchi yordamini qanaqa amaliyot qilishni tushunamiz. Hozir masalan klinik manzarasida to'xtalib o'tib ko'raman. Endi asos qismiga to'xtaladigan bo'lsak, asosni ham ikkiga bo'lamiz. Mana bu ko'rib turgan asos qarang, bazis krani ichki asos, bu tashqi asos, bazis krani ekstern. Ikkala asosda ham chuqurchalar bor, anatomiyada o'tgansizlar. Masalan, ichki asosda oldingi chuqurcha, fossa krani anterior, o'rta chuqurcha va orqa chuqurcha bor. Fossa krani posterior. Men bu yerdagi har bir chuqurchada joylashgan teshiklar, tirqishlar haqida gapirmayman, anatomiyada o'tgansizlar takrorlab olasiz. Bu yerdan qaysi qon tomirni yeb o'tgan bilishlaring kerak. Men klinikasida to'xtalaman, travmalar. Old chuqurcha sinsa qanaqa keladi bemor? O'rta chuqurcha sinib ketsa qanaqa keladi? Orqa chuqurcha sinsa sizni oldingizga qanaqa keladi? Qaysi qanaqa xavfliligi? Mana old chuqurchani chegaralasak, uni hosil qilishda qatnashadi. Peshona suyak qismi, to'g'ri? Past. Mana bu yerda nima bor? Nazalis. Etmaydal suyak. Uning Galversimon qismi, lamina cerebrosa, crista galli va mana bu yerda alla minor bor. Qonasimon kichik qanot. Chegaralab turadi o'rta chuqurchada. Endi bu yerda sinish bo'lsa, dars ketish bo'lsa, o'rtadan crista galli tarafdan yoki etmaydal suyak o'zida sinish bo'lsa, e'tibor bersangiz ko'z kosasi ustida
burun bo'shlig'i ustida yotibdi. Bemor qanday keladi oldingizga? Shunday to'xtab turing. Zabt bo'lganda shu yerda. Mana shu qon tomirlar jarohatlansa, qon ko'z atrofida to'planadi. Buning sababi bor ikkita. Birinchisi, bu yerdagi peshona terisi yoq qavati to'siqsiz. Nima bilan olingan? Qovoq terisi bilan bog'langan. Ikkinchisi Newton qonuni. Yuqoridan qon pastga tez harakatlanadi, shuni atrofida yig'iladi. Tushunarlimi? Uchinchisi ko'z qovoq terisi nozik bo'ladi, yupqa bo'ladi. Shuni hisobiga ko'zoynak simptomi bilan kelsa bilinglarki, ikkita holat bo'ladi. Xotin ko'ziga mush bilan qo'llangan yoki peshonasi jarohatlangan peshonasi bilan. Agar mana og'ir holatlarda kelsa qaraydi. Quloqdan, burundan qon kelsa, yo burun bo'shlig'idan likvor, bosh miya suyuqligi, orqa miya suyuqligi bor edi, likvor himoya qilish. Mana shu oqib tushsa, demak bilinglarki, jarohat chuqurroq. Ya'ni do'ra marti, qattiq miya pardasi zich birikadigan joylar bor. Bittasi mana shu yerda, mana shu yopishadi, qattiq. Urab keladida, mana uroq hosil qiladi. Pastga hammasi yopishadi, asosga. Mana shu yetirib kelsa, do'ra marti edi. Butunligi buzilsa. Suyuqlik oqibatlari. Demak, supraxnoidal bo'shliqda oqayotgan likvor suyuqligi burun bo'shlig'idan chiqib keladi. Tushunarlimi? Yoki do'ra martini ustida joylashgan arteriya meningitis, media arteriyalar bor. Ular jarohatlanib ketsa, burundan qon keladi. Bu oddiy o'zimizni ko'chada yo biron joyda o'tirgan burnimiz qonashiga o'xshamaydi. Arteriyadan qon ketadi, burundan oqib keladi tezlikda. Shunaqa og'ir holatlar bilan mana bu suyak butunlay sinib, peshona bo'laklari, bosh miyaning peshona bo'laklari burundan tushib keladi. Tushunarlimi? Bu juda og'ir holatlarda, ya'ni asosning juda ham qattiq sinishidan bo'ladi. Shu belgilar bo'lsa, siz bilingki, bosh miyaning oldingi chuqurchasida sinish bor. Ko'pincha bemorlar aytadi, hid bilmayman, anesteziya yoki umuman hiddan ajrata olmay qoladi. Juda ko'p belgilar bor. Chunki bu atrofdan o'tgan nervlar bor, qidlo nervi bor, nervus albactoris masalan. Ular ham qo'shilib shikastlanishi mumkin. Tushunarlimi? Bu old chuqurchaning shikastlanishi edi, belgilari edi. Endi o'rta chuqurchaga e'tibor bersak. O'rta chuqurcha singanda ikki xil sinadi. Transversal sinish bor mana. Ya'ni o'sha qonasimon suyak o'zida o'rtasidan yoki longitudinal bunda chakka suyak bilan qo'shilib timfanik qismi bor, ichki quloq joyi. Mana shu qismidan sinsa, quloqdan likvor suyuqligi oqib keladi. Yoki qon. O'tib boradi. Kinolarda ham ko'rasizlar, qon, likvor suyuqligi bo'ldi, tamom bo'ldi deysizlar. Bekorga emas. Demak, o'rta chuqurcha singan asosdan. Yoki battle simptomi ham bor, jarohatda gematoma ko'rinishda quloqning orqasida gematoma bo'ladi. Mana shuni ko'rdinglarmi? Demak, mana bu yerdan o'tgan arteriyalar ham shikastlangan. Arteriya auricularis posterior mana bu yerdan o'tgan. Demak, mana shunaqa simptomlar bilan kelsa, battle simptomi yoki quloqdan likvor suyuqligi, qon oqib chiqsa, yoki eshituv funksiyasi buzilib ketsa, shovqinlar eshitilsa, o'sha yerdagi nervlar bor, nervus optikdan o'tgan mana bu oltdan agar sinsa, bu yerda nima bo'ladi? Ko'rishda ham muammolar bo'ladi. G'ilaylik. Nervlarni o'zlari yo'q bo'lsa, shu nerv nima, boshqasi shu buziladi, shu sohada sinish bo'lsa. Tushunarlimi? Nevrologiyada alchuqur to'xtalasida klinikasi. Va eng xavflisi mana buni bilaman. Chunki bu juda ham yopiq atrof, mana orqadan ham. Bu oldida mana ko'z ko'rsatasi, burun bilan aloqasi, bu quloq, tashqi muhit bilan sal aloqa. Buniki yo'q. Orqa chiqib. Shuni hisobi singanini tashqaridan bilish qiyin. Qayerdan ko'pchilik sinasa, foramin magnum atrofidan sinadi. Bilasizlar, uzunchoq miya orqa miya bilan bog'langan teshik orqa. Demak, sinish bo'lsa, bu teshik kattalashadida, orqa miyaga tushib qoladi, uzunchoq miya mana shunga tiqilib qoladi. Bu juda ham xavfli, chunki nafas olish markazlari, mana anesteziya markazlari uzunchoq miyada joylashgan. Bu nafas to'satdan to'xtab qolishi yoki o'sha yurak to'xtab qolishiga olib keladi. Anaqa og'ir holatlarda oldingizga keladi yoki xalqning atrofida gematoma ko'rasiz orqada, qani bo'yim ostida o'tamiz. Mana bu yerda arteriya vertebralis ham jarohatlanadi-da, qora magnumdan kirib keladi. Bu qon oqim mana shu teshikdan. Bo'yinni ichki perivertebral fatsiyasi bor. Shuni atrofida kletchatka bor, xalqning oldi kletchatka, bo'shliq. Shu yerga qon yig'ila boshlaydi. Bu nafas yo'lini siqadi. Yo og'izdan qon keladi. Tushuntira oldimmi?
Mana shunaqa belgilar keldimi, siz bilingki, asosda sinishlar bo'lyapti. Zudlik bilan MRTga tushiriladi yoki trepanatsiya qilinadi. Lekin yordam ko'rsatish qiyin lekin. Agar ko'chada bo'lsa. Chunki boshni ham ochiq turish kerak. Tushunadi. Bu tushunarli bo'ldimi? Endi har bir soha bilan gaplashamiz, qavatma-qavat tuzilish degan narsa bor edi. Bitta sohani yaxshilab tushuntirib beraman. Sizlar qolgan sohalarni qavatlari o'xshash. Farqi nimada? Bitta qavat ko'proq, bitta klichatga ortiqcha, ko'proq farqiga qarab o'qib olasiz. Ha, faqat regio, fronta, parit, hospital sohasini qavatlarini aytib beraman. Birinchi qavat, mana birinchi birasida soch bor. Peshona sohasidagi soch kamroq, lekin yuqorida, tepada va ensada soch quyuqroq bo'ladi, qalinroq bo'ladi. Endi bu yerda soch bo'lgandan keyin tuprak ko'p bo'lganda yog' bezi ham yaxshigina ta'minlangan. Shu bosh sohasida yog' bezi yaxshi. Ter bezlari ham ko'p chiqadi. Endi terini kesganingizda mana terisi ko'rinadi. Birinchi raqamda teri. Teri osti yoq qavat keladi. Sariq rangda turibdi. Teri osti yoq qavatiga yaxshilab e'tibor bersanglar, asallarni katakchali uyachasi bor-ku, asal yig'adigan. Ana shuni asal to'ldirib turadi. Shunga o'xshab to'lib turibdi. Har bir katakchani. Ko'rdinglar? Nima uchun bunaqa katakcha hosil bo'lgan desanglar, bu sohadagi teri, bosh sohasidagi teri aponeuroz bilan yoki aponeurotik shrim, gali aponeurotika bilan mana qora rang. Biriktirish to'siqlik paylar bilan nima qilgan? Yopishgan, mahkam, mustahkam mana. Shuni hisobiga yog'larni o'rtasidan kesib o'tgani uchun katakchali ko'rinishga, ya'ni yog'imiz chegaralanib qoladi. Bitta katakchani ichida to'ldirib turadi, sharga o'xshab. Endi skalp jarohati degan narsa bor. Ana masalan, o'sha Buyuk Britaniya, Amerikada mustamlakachilik qilgan vaqtda hindullar bilan kurashganda, o'sha hindura askarlarini asirga olganda skalp usulida jarohat qilgan. Ya'ni soch, teri osti yoq qavat, aponeuroz birgalikda shilib olinib, suyak ko'z ko'rinib qolgan. Boraydi shu jarohat, mana ortga aytaylik. Mana shu skalp jarohati deyiladi. Bunda qaranglar. Boyatdiga teri bilan aponeurotik shrim nima bilan bog'langan? Biriktirish to'siqlar paydo o'siqlari. Agar odam boshi bilan betonga qattiq urilib shilinsa, yaxlit ko'charadi. Suyak usti parda ko'rinib qoladi. Tushundingizmi? Nimani hisobiga? Aponeuroz shrim bilan teri mustahkam bog'langan so'z. Ya'ni boshqa joyda unaqa emas. Qo'limiz shilinib ketsa, teri chiqib qoladi, teri osti yoq qavati mushak alohida bular. Bu yerda yaxlit ko'chadi. Mana shu nima deyiladi? Skalp jarohati deyiladi. Ana ko'rinish. Mana skalp jarohati. Birgalikda qaranglar, teri osti kirchakka aponeurotik dublga birgalikda ko'chadi, yaxlit. Va suyak ustida ko'rinib qoladi. Endi qaranglar. Bu yerda klinik holatlar uchraydi sizlarga. Birinchi kirchatkamiz bu teri osti yoq qavat kirchatkasi agar zararlansa, ya'ni jarohat bo'lsa, lat yegan vaqtda, boshga urganimizda uxlovni yoki boshimizni urolsak, gudda yoki g'urra chiqib qoladi. Mana shu teri osti yoq kirchatka zararlanishini belgisi. Nimaga? Bir joyda chegaralangan g'urra hosil bo'ladi. Sababi qaranglar. Mana bu yerda kirchatkada, yoq kirchatkada joylashgan arteriyalar bor. Mana qizaraydi. Shikastlanib qon quyiladi. Mana bu katakchamizni ichini to'ldiradi. Ikki tarafga o'tib keta olmaydik. Pastga ham tusha olmaydik. Nima qiladi? Teri ostiga bo'rtib chiqa boshlaydi. Shu hisobiga. Yoki bu yerda yiring jarayon bo'lsa, yiring xuddi shunaqa chiqadi. Absis bo'lib yoki boshqa ko'rinishda. Tushunadimi? Ikkinchi klinik manzara. Biz bilamizki, sochimizda yog' bezlar ko'pligi uchun tez yog'lanadi. Va sochimizni haftada 2-3 marta yuvish tavsiya etiladi. Sizlarda ko'proq. Endi biza ba'zida sochimizni yuvmay yursak, 3 hafta, 4 haftada shunaqa bo'ladi. Hatto'dan suv keladi, shu suv boshda yuvsak, kraska tushganda qotib qoladi sochimiz. Keyin
yuvmay yurardi. Bolalarni boshida dumaloq ateromalar hosil bo'ladi. Yog'li o'simtalar. O'tgan darsda o'tdik. O'tgan. Qanday hosil bo'ladi? Bu yog' bezlari soch ildizlari bilan aloqasi bor va o'zining yo'li bor. Tashqariga chiqadigan, chiqib turadi. Bu mo'ylab turadi. Shu yo'l berkilib qoladi. Ko'p yuvilmasa, kir to'planib, berkilganda yoqqa ham harakat qiladi. Birinchi ichkarida to'planadi soch ildizi. Undan keyin yana yo'l qidirib, tepaga o'tib chiqadi. Ateroma ko'rinishda o'simta, xavfsiz o'simta ko'rinishda teriga yuzasiga ko'rinib qoladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana. Mana shunaqa o'simta. Hozir videosini qo'yib beraman. Mana qaranglar, shunaqa shunaqa o'tib chiqib qoladi. Mana shu ateroma. Buni ham oddiy yirik jarayon bilan chiqarib, kesib, yiringni tashqariga chiqarib tashlaymiz yoki yo'q. Yalang'lanish maqsad. Endi nechta klinik vaziyatga to'xtaldik? Birinchisi g'urra, ikkinchisi ateroma, endi uchinchisi. Agar bu yerdan shikastlanish bo'lsa, mana skal jarohati degan qon ketadi va qon to'xtatish murakkab bu yerda. Qiyin. Nima uchun qiyin desa, bu yerdagi arteriyalar, qon tomirlar, mana bu yerdagi aponevrotik biriktirish to'qimalar bog'laydigan biriktirish to'qimalar bor edi, aponevrotik shirin bilan. Mana. Qon tomir devorlari bilan zich yopishgan. Qo'pol tilda esa qon tomiri bo'g'ilganga o'xshaydi. Qon tomiri bilasizlar, shikastlanganda spazm qiladi, o'zini o'zi to'xtatish qobiliyati. Lekin bu yerda spazm qilaman desa, ruxsat yo'lini aponevrotik shirin bilan bog'laydigan biriktirish to'qima qayda ushlab turibdi. Shunda qon to'xtamaydi. Men o'zim eslayman, yoshligimda boshim qonaganda, tepadan o'sha turnik torttirayotgan vaqtda bunaqa oyoqni uchim bilan turish amalini qilaman, boshim bilan tushganman. Nefsam to'xtamay qonga ketyapti. Suv bilan yurdim ham to'xtamaydi. Uyga borsam o'sha onam vent bilan yopdi ham to'xtamadi. O'sha payt o'ylaganman, bunday to'xtamadi. Keyin bilsak, bu yerdagi mana hozir bilayapman, sizlarga dars berib, o'sha hafta qani o'qigandan keyin talabaligimda. Demak, bu yerda qon to'xtatish qiyin. Bitta yo'li bor. Mana shu jarohatlangan skalpni qisqichga olish bor. Qon tomirimizni qisqichga ololmayapmiz, chunki aytdik-ku, yopishib ketgan. Haydi, demak, shuni qisqichga olamiz. Shu yo'l. Bog'lash imkoni yo'q. Tushunarli? Endi yana qanaqa klinik manzara bo'ladi deydi. Husnbuzarlar masalan. Biz bilamizki, ayniqsa balog'at yoshida ko'p husnbuzar chiqadi, oynaga qizlar siqilib chiqadi, o'g'il bolalar juda ko'p siqib tashlaydi, boshdan chiqadi, quloqdan hamma joyda yiring o'sha husnbuzarlar chiqsa siqasizlar. Shu xavfli asorati bor. Bitta shu husnbuzar orqasida meningit bo'lib qolganlar bor, ensefalit bo'lib qolganlar bor, bosh miya absesslari uchraydi. Tushunarlimi? Buni mexanizmi qanaqa desada, tiroz yoq qavatdagi venalar yoki bosh sohasidagi umuman venalar o'ziga xos ajoyib. Ya'ni oyoqdagi venalar klapanlar, bu yerda klapan yo'q. Ya'ni venalarda klapan yo'q. Bu nima degani? Klapan vazifasi qonni bir yoqlama harakat. Ochiladi, qon o'tadi, yopiladi. Bir klapan bo'lmagandan keyin qon ikki tomonlama harakat qiladi. Retrograd oqim degan narsa bor. Siz siqqan yiring kirayotgan zararlaydi, keyin venaga quyiladi. Yuza venalar bu. Yuza venalarni bog'laydigan emissional venalar bo'ladi. Ya'ni tashqi ishlar vazirligiga o'xshagan. Emissional venalar buni nima bilan bog'laydi? Diploid venalar. Diploid venadagi qon esa sinuslar bilan bog'langan do'stlar. U esa bosh miyani yumshoq to'qimasidagi venalar bilan aloqasi bor. Demak, bu degani yiring mana bu yerdan quyildi, bunga o'tadi, bundan sinusga o'tadi, keyin tarqaladi boshqa. Yuzda ham xuddi shunaqa, yuza venalar, chuqur venalar, u esa sinuslar bilan bog'langan. Tushunarlimi? Shuning uchun xavfli. Bu yerdagi yiring jarayonlarni o'ylashmaslik kerak, siqmaslik kerak, doktorga borish kerak. Tushunarlimi? Keyingi qavatimiz mana ko'rib turibsizlar, 5-raqamda aponevroz, 4-raqamda aponevrotik shirin yoki galliya aponevrotika deyiladi. Bu aponevroz kelib chiqishi biriktirish to'qimaning qalin zichlashgan
qismi, to'g'rimi? 3 kilo ko'rsataman shu aponevrozda. Mana oq rangda. Ko'rdinglar? Bo'yayotgan skaldar ham anaqa bo'ladi. Suyak ko'rinib qoladi. Endi bu aponevroz shirinimizning ostida ham nima bor? Mana ostida suyak usti pardani ustida yana bitta klichatka bor, ikkinchi klichatka bor. Birinchisi teri ostida. Ikkinchisi aponevroz shirinimning ostida, suyak usti pardani ustida. Ikkalasi bog'liqligi yo'q, shuning uchun suyak usti parda ko'rinib qoladi. Ikkalasi zich birikmagan bir-biriga. Shu klichatka bor. Endi shunday vaziyatda bemor keladi, uch xil holatda masalan. Masalan, siz olingiz keladi aytadi. Qiziq savollar beradi bemorga. Bittasi g'urramdan kelyapti, bittasi esa aytadi, mana bunaqa boshdan og'riyapti, yo'q, mana bu bo'lsam og'riyapti, yo'q pastga og'riydi. Yoki bunday qo'lingiz bilan ishqalasangiz, g'irch-g'irch tovush chiqadi, bo'ladi. Yoki bittasi keladi nima deydi? Tepamda mana bu qismini bossam og'riyapti deydi, bu tarafda unga og'rir yo'q deydi. Shunda 3 ta klichatka zararlanishini bilsangiz bo'ladi. Agar birinchi klichatka, teri osti klichatka zararlansa, bilinglarki, bu g'urrada shunaqa bo'ladi. Yoki gematomda, teri osti yo'q qavatida yo'q gematomi hosil bo'lsa, yoki o'sha yerda yiringda. Ikkinchisi aponevrotik shirinimizning ostida klichatka zararlansa, yaxlit og'riq bo'ladi. Tepada, peshona qismida, ensada. Chunki ular bog'langan. Mana. Aponevroz osti klichatka mana. Ular bir-biri bilan uzviy bog'langan. Shuning uchun zararlanish yo'q, keng maydonda bo'ladi. Tovush chiqadi, narsalar g'irchilmaydi. Agar mana bu yog'im og'riyapti bossam, bu tarafim og'rimayapti, bilinglarki, bu suyak usti pardani ostida ham klichatka bor. Boshqa sohalarda bunaqa emas. Lekin bosh sohasini suyakni ustidan qoplab turgan pardani ajratib olsa bo'ladi. Period. Tasavvur qiling mana. Mana suyakni ustidan qoplagan parda period deysizlar. Raspator bilan buni bunday to'xtatsa bo'ladi. Ikkisi ham. Nima uchun seni buni ostida ham bitta klichatka bor. Endi aytishlaringiz, mana bu yerda og'riq bor, bu ham tepa suyagi. Mana bu yerda ham og'riq bor. Lekin nimaga bittasida og'riq bor, ikkinchisi yo'q? Sababi mana shu period, suyak usti pardasi rafiya choklarga mustahkam bir. Shu hisobiga o'rtada to'siq holda bo'ladi. Bu yerdagi yallig'lanish bu yoqqa o'tib keta olmaydi, bu yoqdagi bu yoqqa o'tib keta olmaydi. Shu hisobiga og'riq bir tarafda bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, hozirgacha gaplashganlarimiz bosh miyani yumshoq to'qimalari qavatlari edi. Bundan. Endi suyakka yetib keldilar. Endi suyakka yetib keldi. Endi suyakning o'zi ham 3 qavatli. Tashqi mana ko'rib turgan qavatlari lamina eksterna deyiladi, qattiq mustahkam zichroq bo'ladi. Va ichki qavati lamina interna deyiladi, bu juda ham yupqa plastinkasi bilan shaffof bo'ladi. Va o'rtasida diploid, g'ovak qismi bor. Bu yerda diploid venada joylashgan. Endi mana shu yerda yana jarohatlar bor. Ko'pincha travma bo'lsa, oddiy ursak ham qattiq boshga tashqi plastinka sinmaydi-da, ichkari sinib ketadi. Buni bemorlar bilmaydi ham odamlar ko'p. Chunki tashqari butun turibdi. Ichkaridan sinish. Bu yomon og'ir ahvol olib keladi. Gematomalar, ichkarida qon quyilishlar olib keladi. Osiladi. Shunda nima uchun savol tug'iladi? Tashqari butun qolyapti-da, ichkari sinish bo'lyapti. Ikkalasi ham suyak bo'lsa. Elastik simon tashqi qavat. Sababi shundaki, fizika qonuni, shuning uchun fizikani maktabda yaxshi o'qish kerak. Birinchidan zaifligini aytdim, ichkari. Tashqari zarb bu yoqdan bo'lyapti, ichi sinib ketyapti. Sababi shundaki, buni, ya'ni ichki lamina interdan orqasida turadigan duramakter bor. Aytmoqchi bo'lganim, bir insonni ursanglar, orqasida odam ushlab tursa, zarb qattiqroq tegadi, ushlamasanglar qattiqroq tegadi. Ushlab turgan odamga nisbatan kuch qattiqroq keladi. Tegadi, chunki zarb to'lqini kuchayadi, ushlab turgani. Bu ham shunaqa, orqasida duramakter turadi-da, ham zaif, birinchisi sinib ketadi. Tushunarli? Duramakter keladi, endi bosh miya pardalariga yetib keldi. Suyak tugadi. Endi nima? Bosh miya pardalari. 3 ta parda bor. Qattiq parda, duramakter. Pardasi duramakter, inspali, keyin araqnaydal va diamakter, mana yumshoq parda. Endi mana shu yerda yana klinik manzaralar uchraydi.
dural qon quyilishi bor, subdural qon quyilishi bor yoki subarachnoidal qon quyilishlar bor. Bularning hammasi ekstra cerebral qon quyilishlar deyiladi. Tashqi qon quyilishlar. Endi qaranglar, dura matterni ikkita varog'i bo'ladi. Dura matter ikkita varog'dan bo'ladi. Tashqi suyakka qaragani periastal varog', ichkariga qaragani meningial varog'. Tushunarlimi? Mana shunaqa qo'llaydi. Endi lamina internani dura matterning periastal varaqlar orasida bo'shliqlar bor. Bu normada ko'rinmaydi. MRTda ham ko'rinmaydi. Qachon ko'rinadi? Qon shu yerda quyilsa mana shuni ichiga. Bu qon quyilishi nima deyiladi? Epidural qon quyilish deyiladi. Tushunarlimi? Eslab qolinglar, epidural bo'shliqlarning dura matterining tashqi varog'i bilan suyakning ichki plastinkasi orasida. Mana rasmi ham bor. Mana bu arteriya meningialis media. Dura matterning ustida yotgan arteriya. Ko'pincha suyak singanda va gumbaz sinishlari. Mana shu arteriyalarning jarohati, ezilishi, butunligini buzilishi, uzilishi kechadi. Qon quyiladi. Qayerga quyilyapti? Mana dura matter mana bu bo'lsa, qattiq uya pardasi. Buni lamina eksterna yoki lamina periastal varog'i bilan suyakning 3 ta qavati bor edi. Lamina interna qavatlari orasiga qon quyilyapti. Va gematoma chegaralangan zich bir joyda bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Endi bu unchalik og'ir emas, chunki dura matter pishiqligi uchun bosh miyani uncha ezmaydi. MRTda ko'rsanglar chegaralangan zich gematomani ko'rasizlar mana. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana ajratib qo'yganman. Endi savol tug'iladi. Nima uchun gematoma bir joyda zich holatda turibdi, tarqalmagan? Chunki o'sha dura materialda birikkan joylari bor-ku. Demak, dura material ba'zi joylarda, ya'ni choklar bor joylarda ichkaridan yaqinroq kelgan. Ikkinchi sababi dura materialning ustidagi hujayralar endoteliy. Suyak usti, suyakning pastki ichki plastinkasi ham endoteliy. Ikkalasi bir xil bo'lgani uchun bu yerda jarohat bo'lsa yopishib qoladi. Choklar tarafdan. Va choklar buni chegaralab qo'yadi qon, gematoma. Mana bu chokdan bu yoqqa o'tib keta olmaydi gematoma. Tushunarlimi? Shuning uchun MRTda ko'rsangiz chegaralangan bitta joyda gematoma ko'ryapti. Buni bitta texnikasi trepanatsiya qilasizlar yoki o'zi singan suyak tarafdan ochasizlar, qonni nasos bilan gemostatik bilan olib yana qo'yasizlar. Videosi bor. Hatto miya pardani meningial pardasi orasida ham yana bitta bo'shliq bor. Bu qaysi bo'shliq deyiladi? Subdural bo'shliq. Bu yerda ham qon quyilishi bo'ladi. Qachon bo'ladi? Masalan, yo'lda ketyapsiz mashinada. Bir tormoz bor silkinadi. Bir chayqaladi bosh. Chayqalgan vaqtda bu yerda joylashgan venalarni jarohatlab qo'yadi. Tushunarlimi? Shunda qon quyilish bo'lishi mumkin. Yoki boshingizni silkitgansiz, qattiq silkinish bo'ladi. Yoki kimdir boshloqiga qattiq urganda orqaga bir silkinib ketsa, shu jarohat tufayli subdural qon quyilishlar bo'ladi va MRTda mana shu manzarada ko'rasiz. Bunda e'tibor bersanglar, yarim oysimon bosh miyaning yarim bir pallasini egallagan bo'ladi. Endi yana savol tug'iladi. Nima uchun bu yerda gematoma ikkinchi yarim pallaga tarqala olmayapti? Chunki bitta tarafda shu peshona taraf, oksipital tarafda zich birikkan hisobiga choklarga
o'tib keta olmaydi. Chunki mana orasini ochib tursin. Chunki dura matga ba'zi joylarda ikkita plastinkasi orasi bir-biridan uzoqlashib, sinuslar hosil qiladi. Mana bu yerda masalan sinus sagittarius superior bor mana. Dura matga kirdi, ichkariga mana botib o'roq hosil qildi, falx cerebri deyiladi, to'g'ri? Va mana. Mana. Tushuntiribmi? Mana shu sinus deyiladi. Bunda velos qanoqa. Boya rasm yaxshilab e'tibor bermadi endi, okey aytaman. Mana, qarang. Mana shu sinusdan bu yoqqa o'tadi. Bu chegaralab turibdi. Yoki yana bu orqaga qaytarsam, o'tib ketadi. Mana qarang. Dura matni. Masalan, mana bu yerga sinus hosil qilyapti. Ikkita varaqalar uzoqlashib va bosh miyani ikkita yarim shari o'rtasidan falx cerebri hosil qilyapti, o'roq. Va ikki pallani ajratib turadi bu. Yoki pastga tushyapti-da, mana. Tentorium cerebelli hosil qilyapti. Ya'ni miyacha joylashgan ikkita yonbosh chuqurcha mana bu yerda. Unga chodir hosil qilyapti. Va o'rtasidan ham bo'ladi. Mana bu yerda ko'ring, mana yaxshiroq. Mana shu yerlarda nimalar hosil qilyapti? Mana sinuslar. Ana shu sinus chegaralab turadi gematoma. Tushunarlimi? Videosi bor, quyida buni. Har bir gapirganimni mana sizlarga tushuntirib, videosini ham qo'yib beraman. Tasavvur paydo bo'lsin sizlarda. Tushunarlimi? Mana. Bu endi bosh miyani ichkarida miyani siqadi, sababi tashqarida qattiqlik, bosh miya suyaklari bo'lishiga bosim ichkariga bo'ladi. Miya yumshoq bo'lganicha erkin ichkariga qarab miyani siqa boshlaydi. Va uchinchisi bundan ham xavfli qon quyilish, subarachnoidal qon quyilish. Subarachnoidal qon quyilishga e'tibor bersanglar, bunga e'tibor bersanglar qaraydi. Mana bu qaysi? Diamantga. Mana esa o'rgimchak to'rsimon qoladi. Shuni orasiga qon quyilishi nima deyiladi? Subarachnoidal. Endi bu xavfli taraf nimada? Mana shu ikkita pardalar orasida subarachnoidal bo'shliqda likvor suyuqlik harakatlanadi. Ya'ni yon qorinchalardan uchinchi qorincha, to'rtinchi qorincha, to'g'rimi? O'sha likvor suyuqligi harakatlanadi subarachnoidal tashqari orqa miyani likvor suyuqligi bilan aloqasi bor. Qon quyilsa shu suyuqlikka qo'shimcha yuklama bilan tushadi. Va bosh miyani har tarafdan siqadi. Tushunarlimi? Chunki likvor suyuqligi har tarafdan 360 gradus aylanadi. Miyani siqqandan keyin bosim bunda yuqori bo'ladi. MRTda ko'rsanglar mana. Mana bu yerda yon qorinchalar bor. Ko'rdingizmi? Bu yerda gematoma hosil bo'lyapti. Mana bunda e'tibor bersanglar, gematoma butun bosh miyani o'ragan. Ya'ni likvor suyuqligi aylanadi hamma joyda. Shunga quyilyapti oq rangda. Bosh miyani har tarafdan siqa boshlaydi. Bu qachon bo'lsa, insultlarda ko'pincha
yoki bosh miyani o'sha ichki qon tomirlarini jarohati to'g'ridan to'g'ri qayerga qo'yiladi? To'paraqnida o'sha qon quyilishi bilan yakunlanadi. Bu xavfli. Qanday jarohatlarda bu qon quyilishi mumkin? Qanaqa jarohat? Asos sinishlarida. Tushunarli? Asos singanda u yerdagi o'sha bosh miya qon bilan ta'minlangan qon tomirlar ham shikastlanadi. Qon mana shu bo'shliqqa quyiladi. Mana ko'ringlar. Ko'rib turganlarning hammasi bu tashqi ekstraserebral qon ketishlar edi. Endi intraserebral qon ketishlar. Bu undan ham xavfli. Qon ichkarida quyiladi. Bosh miya yumshoq to'qimasi ichkaridan siqadi, tashqariga suyak ketadi. Mana. Buni ham turlari ko'p. Insultlarni bilasizlar? Qanaqa insultlar bor? İşlemik insult bor, gemoradik insult bor. Mana bu MRT'da ko'rsanglar, ishemik insultning manzarasi bor. Ya'ni mana bu yerda qaysida qon tomirda tromb, embol tiqilib qolsa, shu qon tomiridan oqayotgan qon mana bu markazlarga yetib bormaydi hujayralarga va bu yerda hujayralarda qayta o'zgarishlar bo'ladi, nekrotik hisobda. Shuni hisobiga qora qonda ko'rinadi. Mana bunda ko'rsanglar, o'sha sizlar bilasizlar, Beliziy halqasi, Zahrabchenko halqasi bor, bosh miya qon bilan ta'minlanadi. Shu yerda qon tomiri shikastlansa, qon tomir butunligi buzilib, qon ichkariga quyilyapti, mana oq qon. Va bu gematoma ichkaridan boshni siqa boshlaydi. Bu xavfli ikkalasi. Ishemik insult ham ma'lum bir markaziy funksiyasi buziladi. Bunda esa o'lim bilan tugaydi. Agar qon tomiri butunligi buzilib, qon quyilsa, buni qanday bilasizlar tashqarida? Bemor ko'zida ushlasangiz, egzoftalmiya bo'ladi. Ko'zida pulsatsiyani his qilasizlar. Yurak urganda yuradi. Shunda sizlar bilinglarki, o'sha post gemoragik insult o'tkazyapti. Yordam berish juda ham qiyin. Birinchidan bosh miyani ochib kirish kerak. Ikkinchidan o'sha bosh miya yumshoq to'qimasini ko'tarish kerak. Bu pastda yotib qon tomir. Agar pastroqda o'tgan bo'lsa, uni ham shikastlab qo'yishimiz kerak. O'sha sharoitda yordam berish kerak. Yaşla e'tibor bersanglar, mana bu qaysi qon tomir? Arteria cerebralis media, arteria cerebralis media, anterior bor edi, posterior bor edi. Bu bosh miya yumshoq to'qimasi qon bilan ta'minlaydigan arteriya. Mana shu arteriyaga mana tromb hosil. To'g'ri? Tromb natijasida qon harakati buziladi. Mana bu markazdagi qon yetmaydi. Va boya manzarada qora qonda ko'rdingmi? Mana shu eshik. Mana nerv hujayralari faoliyati buziladi. Ular qaytmas o'zgarish. Ikkinchi insultimiz post gemoragik insult. E'tibor bersanglar, qon tomir devori butunligi buziladi. Qon mana shu qon tomir devorining butunligi buzilishi ichkariga quyiladi. Va ma'lum bir markazdagi qon quyilishi natijasida umumiy farajdan chiqariladi. O'lim bilan tugaydi. Mana bu imojda manzarasi. Tushunarlimi? Endi
Mana bunga e'tibor bersanglar, buni Crowline degan olim fanga kiritgan chiziqlar. Bu chiziqlar siz uchun juda ham muhim. Ayniqsa bosh miyani trepanatsiyasida, trepanatsiya degani bosh miyasini ochib kirish yo'li. Suyakni kesib, ichkariga kirish yo'li. Shu vaqtda siz bilishingiz kerak, tashqi mo'ljal orqali yoki o'sha a'zoni teriga nisbatan qon tomirini proyeksiyasi. Masalan, ichkarida arteriya meningias media joylashgan, dura markeri ustida. Lekin mana bu devorda orqasidan va boylik ko'zim bilan ko'ra olmayman. Lekin chiziqlar orqali uni taxminiy proyeksiyasini aniqlasak bo'ladi. Buni Crowline aniqlagan, o'zini chiziqlarini aytgan, Bruce va bitta chizig'ini qo'shib qo'ygan. Shuning uchun fanni tarixida qolgan. Mana bu chiziq. Xo'p. Shuni chizsak bo'ladi, mana bu ekan. Mana bu chiziq 9-raqamga e'tibor bersanglar. Bruce va chizig'i mana shu. Qolgani Crowline chizig'i. Bunlar bitta chiziq bilan tarixda qolsa ham bo'ladi. Ha, nima qizlar. Bu chiziqlar qanday o'tkaziladi? Birinchi chizig'imiz pastki gorizontal chiziq mana. Mana bu yerda nima bor edi? Ensa do'mboqchasi, protuberant ospitals eksternadan gorizontal chiziq tortamiz. To'g'ri, bunga qadar. Bu pastki gorizontal chiziq. Ikkinchi chiziq, hamma uyda shuni bajarib ko'rsa o'zini daftarda, o'zida chizib ko'rsa yoki ustini ochib chizib ko'rsa. Ikkinchi chizig'imiz esa mana bu yerda nima joylashgan? Ko'z kosasining yuqori qirrasi. Shundan to'g'ri gorizontal chiziq tortasiz. Ikkita gorizontal chiziq bo'ldi. Endi 3 ta vertikal chiziq tortamiz. Yanoq suyagini ushlaysizlar, palpatsiya qilib. Yanoq suyagini o'rtasidan, o'rtasidan vertikal chiziq tortasizlar. Mana vertikal chiziq. Tushunarmi? Ikkinchi vertikal chizig'imiz. Mana bu yerda nima joylashgan? Pastki jag' bilan chapga suyaklari bo'g'im hosil qiladi, to'g'rimi? Shu bo'g'imning o'rtasida yana bitta vertikal chiziq tortamiz mana. O'rta vertikal chiziq. Undan keyin mana bu yerda mana so'rg'uchini o'sib borib, shuni orqa qismidan yana bitta vertikal chiziq tortamiz. Shunisi. Endi Crowline aytadi, mana shu chiziqlar kesishgan nuqtalarda arteriya meningias medianing tarmoqlari va o'zi joylashgan joyini aniqlash mumkin. Masalan, qarang. Pastki gorizontal chiziq bilan oldingi vertikal chiziq kesishgan nuqta arteriya meningias medianing boshlanish nuqtasi. Mana. Tushunarmi? Shuni ko'ring. Tashqaridan ko'raverasiz, ichkarida suyakni ichida turibdi. Mana bu suyakni orqasi, dura markeri ustida turibdi. Lekin proyeksiya shunga to'g'ri keladi. Yoki yanoq suyagini o'rta qismida. Endi yuqori gorizontal chiziq bilan oldingi vertikal chiziqlar kesishgan nuqtada mana bu yerda birinchi shoxini beradi deymiz. Qaysi shoxini? Mana bu yerga peshona qismiga ramus frontalis shoxi. Mana. Bugina ramus frontalis. Mana shu bu endi bunga qarab turgani uchun sal-sal chakkashtiryapti. Bu yoqqa qarab turganda yaxshiroq tushunadi. Demak, mana shunga chiziq tortsalar nima bo'lar ekan? Ramus frontalis shoxi deb chiqadi. Endi orqa vertikal chiziq bilan mana orqa va pastki gorizontal chiziqlarni, yuqori gorizontal chiziqlarni kesishgan nuqtasi mana bu. Shu yerdan bu nuqtadan bu nuqtaga chiziq tortsanglar, orqa shoxi yoki ramus parentalis kelib chiqadi mana. Ko'rdingizmi? Demak, bu orqali nima qildik? Arteriya meningialisni va uning shoxlarini aniqlab olsak bo'lar ekan. Ko'pchilik odamlarda xuddi shunaqa. Agar anomaliyada bo'lmasa, unda individual boshqacha tuzilish bo'ladi. Endi bu chiziqlar orqali Bruce ham o'zini xizmatini qo'shgan va Roland tipaligi bor, to'g'rimi? Gyrus centralis peshona bo'lagini tipi bo'lagini ajratadigan ega Gyrus centralis to'g'rimi? Yoki Silvis tipaligi bor edi, lateral ega. Bularni ham aniqlasak bo'ladi shu yerda. Masalan, qaranglar. Mana bu yerda Bruce va nima chiziq qo'shyapti? Yuqori gorizontal chiziq qo'shib qo'yapti. Buni qanday hosil qilyapsiz? Mana bu yerdan Krista Gallidan protuberant ospitals eksternagacha sagittal chiziq tortamiz mana. Ko'rdingizmi? Qizil rang. Va yuqori gorizontal chiziq bilan oldingi vertikal chiziqni kesishgan nuqtasidan
Mana bu sagital chizig'imizgacha qiyshiq mana bunaqa chiziq tortamiz. Tushunarlimi? Shu chizig'imiz to'g'ri keladi, volant tepaligiga. Agar aytamiz, mana bu orqa vertikal chiziq bilan eng yuqori gorizontal chiziq kesishgan nuqtaga shu chiziqni o'tkazsak, servis tepalik kelib chiqadi yoki lateral, virus lateral. Endi qani amalda uchtida shunaqa ekanini ko'ramiz. Qon tomiri ko'rib ko'raman. Bu ko'rgan qon tomirlar emas. Ichkarida joylashgan. Birinchi chizig'imiz nima edi? Mana bu yerdan, to'g'ri? Yo'qotishni tortishim kerak. Tushunarmi? Ikkinchi chizig'im esa yuqoridan edi. Ko'z kosasini yuqori to'g'ridan mana bu yerdan. Mana bu yerga tortamiz. To'g'ri chizishim kerakmi? Vaqtlaring ko'pincha bemalol siyamanda. Tushunarmi? Endi qaysi chizig'imiz qoldi? Vertikal. Sariq chizig'imiz. Yanoq chayni o'rtasida. Oldingi vertikal chiziq. Tushunarmi? Endi mana bu yerda pastki jam bilan chakka bo'g'im barar edi. O'rtasida. Va so'risma usuli orqasida. Endi bo'yatdik. Mana bu yerdan mana bu nuqtada, mana bu yerdan. Arteriya mengas medianing boshlanish nuqtasi yoki mana bu kesishgan nuqtaga to'g'ri keladi. Bu ikkita shox bor. Ramus frontalis va ramus parietal. Qani haqiqatdan shu shoxlar joylashgan ko'p. Uchli bari boshqacha tuzilgan. Mana orqa o'tsa, miyani qo'ysak, mana o'tsak. Oldingi shoxi. Mana bu. Orqa shox. Tushunarlimi? Endi nisbatan oldim. Ko'pchilikda shu chiziqlar orqasiga qo'yadi. Bu chiziqlar bo'yicha kerak ochib kirganda shu qon tomiriga nisbatan tashqaridan reparatsiya qilinadi. Ichkariga qo'ymaslik. Bu tushunarli bo'ldimi? Endi mana bu yaxshi qilib qo'yilgan ekan. Endi chakka sohasi qavat-qavat bo'lishi o'xshash, faqat kletchatkalar soni ko'proq, muqolasi. Bizlar bosh miyani qon bilan ta'minlashni o'tamiz. Bosh miyani qon bilan ta'minlash juda ham yaxshi bilishlarimiz kerak. Bu yerda anastomoz usullari o'ziga yarasha zaif hosil bo'lgan. Uchtida ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Qon bilan ta'minlashni. Demak, bosh miyani ikkita arteriya qon bilan ta'minlaydi. Birinchisi arteriya caroticus anterior yoki bosh miyani kislorod bilan 3dan 2 qismi 62%, ba'zi holatlarda 70% qon bilan ta'minlaydigan arteriya. Bilasizlar, bosh miya kislorodga juda ham sizlansiz miya to'qimasi, shuning uchun ham 5 daqiqada hujayradan nobud bo'ladi kislorod. Endi ikkinchi arteriyamiz arteriya vertebralis. Bu 33% qon bilan miyani ta'minlaydi. Tushunarlimi?
Demak, 67% eng ko'pini ichki yuk arteriyasi qiladi. Demak, osteoxondroz bo'lsa, bo'yin cho'ralari bo'lsa, arteriya vertebrali siqilganini odam o'rib qoladi. Ko'pchilik aytadi, arteriya vertebrali siqildi deb qo'rqitadi, bu yerdan qon miyaga bormaydi. Bo'ladi, belgilari. Miyaga kislorod yetishmovchi gipoksiya bo'ladi. Bunaqa odamlar osteoxondroz, gridiyasi bo'yinda bo'lgan odamlar yuradi, bosh aylanib, ko'z oldi qorong'ilashib, bosim bilan yuradi. Lekin 100% qon bilan ta'minlamaydi arteriya vertebrali. Endi bularni biza bosh miyadagi anastomozini yaxshi bilishimiz kerak. Qanday bular birlashadi? Buning uchun sayohat yo'liga to'xtalamiz har birini. Birinchisi arteriya vertebrali. Qayerdan boshlanadi desak, mana qarab turinglar. Mana bu arteriya vertebrali. Vertebral artery. Mana bu nima? Arteriya subkulari. Arteriya subkularidan chiqadi shoh. Arteriya vertebrali. Va bo'yin umurtqalarining ko'ndarak o'siqlarining orasida joylashgan teshik foramen vertebralis ichidan chiqadi. Buni nima uchun xavfli dedik? Mana osteoxondroz bo'lsa, ikkita umurtqa orasida qolmay disk oqib Bizda qolyaptimi? Demak, shu teshiklar bo'yicha yuqori yuramiz. Mana bu yerda qarab turibsiz, birinchi bo'yin umurtqasidan chiqib, agar o'ng tarafdagi arteriya vertebralis bo'lsa, chap tarafga burilib, foramen magnum. Mana foramen magnum. Foramen magnumdan nima qiladi? Bosh miya asosiga kirib keladi. Tushunarli? Ikki tarafdan kelyapti. Arteriya bu yoqdan ham, o'ng tarafdan ham juft bo'ladi. Kirib kelib, bosh miya asosida mana ikkalasi qo'shiladi, anastomozda uchrashadi. Mana qo'shilgan joy. Demak, Madina arteriya bazilasi. Va qo'shilgandan ikkita shox chiqaradi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, arteriya cerebelli superior va oldiroqda arteriya cerebelli posterior. Tushunarlimi? Endi bu kutib turadi. Endi uni sherik kelish kerak. Ichki yuk arteriya. Bu qayerdan boshlanadi? Qarang. Ichki yuk arteriyasi truncus brachius cephalicus, ya'ni aortadan chiqadigan umumiy yuk arteriyasi bor, arteriya carotis. Umumiy yuk arteriyasi bifurkatsiyaga uchraydi qayerda? Mana bu yerda uyquch burchagiga eganda. Mana bu yerda. Ikkita shox beryapti. Birinchisi mana oldida turgan tashqi uyqu arteriyasi, arteriya carotis externa. Bu yuz sohasi va boshni shu gumbaz qismini qon bilan ta'minlab beradi tashqaridan. Va ikkinchisi arteriya carotis interna. Bu esa bosh miyaning tashqi asosidagi teshik. Ko'rib turibsizlarmi? Teshik kirib ketdi. Petrous part of the internal carotid artery. Kanal. Kanalis carotisdan kirib bosh miyaning ichki asosi yirtiq teshik foramen latitudumdan chiqib keladi. Tushuntiribmi? Keladigan joyini qo'ying. Mana. Chiqgan joy bo'ldingmi? Mana chiqib keldi. Va chiqqandan keyin o'zini shoxlarini beradi. Qarab ko'rsak ekan tushunarli. Mana. Mana ichki yuk arteriyasi mana bu yerdan chiqib keldi. Mana ko'rdingizmi? Orqada turibdi. Bunisi. Chiqib keldi. Chiqishi bilan o'zidan ikkita shox chiqaradi. Birinchisi arteriya cerebelli media, mana. Chakka sohasi, tepa sohasini qon bilan ta'minlash bilan va oldinga qarab bitta shox beradi, arteriya cerebelli anterior. Mana shu ikkita shox orasida e'tibor bersanglar, arteriya cerebelli anterior orasida anastomoz bo'ladi. Mana. Arteriya comunicans anterior degan
qon tomir, ikkita arteriya ham bir-biriga bog'lab beradi. Mana shu zaif joy hisoblanadi Velizi halqasi. Mana shu yerda anevrizmada bo'ladi, qon tomir butunligi shu yerda uzilib, postgenerativ insultga bo'ladi. Tushunarlimi? Endi qaranglar, boya mana bu yerda arteriya vertebralisni shoxlari tutib turadi. Mana bu nima edi? Arteriya cerebri media, ichki yuk arteriyasining shoxi. Mana bu esa arteriya vertebralisning arteriya cerebri posterior shoxi. Ikkalasi bilan uchrashadigan anastom bo'ladi. Arteriya vertebralis bilan ichki yuk arteriyasi birlashadigan joy. Arteriya commutalis posterior mana shu. Bu ham zaif kichik qon tomiri bor, ko'ryapsizmi? Shu mana shular birlashishi hosil qilgan mana bu yerda. Velizi halqasini hosil qilyapti. Tushunarlimi? Ushtingda tushunmayapmi? Endi rasmga ko'ramiz. Mana arteriya vertebralis keldi. Ikkalasi qo'shilib arteriya basilarisni hosil qiladi. Arteriya basilaris esa ikkita shox chiqaryapti. Arteriya cerebri posterior mana. Endi bu yoqda ichki yuk arteriyasidan chiqib keldi. Arteriya cerebri media shoxini berdi va arteriya cerebri anterior shoxini berdi. Mana bu ikkalasida anastomoz bo'ldi va mana bu yerda qarasa mana orqa biriktiruvchi arteriya, arteriya commutalis posterior qo'shilyapti, ikkita arteriya, to'g'rimi? Va mana bu yerda nima hosil qilyapti? Velizi halqasini hosil qilyapti. Mana Velizi halqasi. Mana ko'rdinglar? Bu halqaning zaif joylari mana bular. Agar mana bu yerda tromb hosil bo'lsa, aylanma yo'li orqali qon bilan ta'minlash shu yerda o'tkaziladi. Bu yerda tromb bo'lsa, bu yoqda. Zaif va ishigiga kuzatiladi. Endi ikkinchi halqamiz Zaxarchenko halqasi. U qanday hosil bo'ladi desa, umurtqa arteriyalar mana keldi. Mana bu ikkalasi uchrashdi, basilaris hosil qildi. Endi orqa miyani oldingi arteriyasi, arteriya spinalis anterior bir orqasidan qo'yib kelib, ikkita arteriyaga qo'shib oladi. Arteriya vertebralis. Mana bu yerda halqa hosil bo'ldi, Zaxarchenko halqasi shu hisoblanadi. Tushunarlimi? Bu Velizi halqasi, bu Zaxarchenko halqasi. Shu istorini maslak beraman. Jipti bor, topi bor, ajratib olasiz. Jip sinuslar bor, ya'ni ikkita sherigi bor. Va top sinuslar bor. Gumbaz sinuslari bor, bosh miyaning asos sinuslari. Sinuslar bilishingiz juda ham muhim, chunki bu yerda yiringli jarayon bo'lsa, bosh sohasida flegmonadan absesslar bo'lsa, yiring tarqalishining ahamiyati bor. Ya'ni sinuslar bo'ylab oqadi. Va aytdik-ku, yuza venalar, o'rta venalar sinuslar bilan bog'langan, bo'y venalar bilan bog'langan. Bular tashqari bu yerda qonashlar bo'lsa, jarohatlarda sinuslardan qon ketish degan narsa bor. Sinuslar qon ketganda juda ham xavfli bo'ladi. Ya'ni masalan, aytdik-ku, zo'ramatdek ikkita varaq bir-biridan uzoqlashib sinus hosil qiladi degan. Buning ichidan vena qon oqadi. Vena qon tomirining devori bor, qon tomir devori. Bunda devor qon tomiriniki emas. Zo'ramatdirning bor. Harda. Uchun qon ketganda tikishni iloji yo'q. Tiksa bo'ladi, zo'ramatdirni laxtay qilib tiksa bo'ladi. Lekin qon to'xtatish qiyin. Birinchi yordam ko'rsatishning birinchi yo'li bosish. Birorta mato yoki tampon olib, sinusda jarohat ketyapti, qon ketyapti, bosib turiladi. Ikkinchi usuli bu, birorta masalan oyoq sohasidagi mana masalan tendon fascialarda mana bu shay bor. Shuni olib eslatadi. Tushunsa, uskulni tikib qo'yamiz. Yoki bosib tikamiz. Yana boshqa usuli bor, do'ra bakteriyani laxtak qilib kesib, bitta o'roqlarni tikib qo'yish bor. Mana shunaqa vaziyatda to'rtinchisi ham bor. Mana bu yerda qon tomirlariga ligat o'rab qo'yib, qon oqishini to'xtatishimiz ham mumkin ikki taraf. Bu ligat o'rab qo'yishimiz xavfli, chunki mana shu yerda qon oqimi buzilib, ichki yerga olib keladi. Ya'ni o'zimizga stabillik. Nima degani? Stabillik degani muvozanatda har bir strukturani ishlashi. Masalan, biz tik turibman, stabil turibman. Agar
Kechada jarohat bo'lsa, o'zini fazoda muallaq ushlanmas. Bosham shunaqa, stabilligini birinchi suyakda ta'minlaydi. Boyayotgan gumbaz suyaklari. Biz aytgan bosh miyani gumbaz suyaklari g'ovakli. O'rtada nima bor edi? Diploid qismi bor edi. Bu buni yengil qilib beradi. Agar bu og'ir bo'lib ketadi, boshimiz qiyshayib qoladi. Yoki mana sizga qaramoqchiman deb qo'lingizni tortib ko'taradi. Stabillik beryaptimi? Bu tashqari himoya qilyapti. Keyingisi nima edi? Chuqurchalar. Har bir chuqurcha og'irlikni bir xil taqsimlashga yordam beradi. Og'ir-ku boshqa. Ko'tarishimiz kerak. Ikkinchisi nima? Miya qattiq pardalar. Pardalar hisobiga bosh miyada o'roqlar hosil bo'ladi. O'roqlar esa ikki pallalarni stabilligini ta'minlaydi. Og'irlikni markazga to'liq tushishni oldini oladi. Tushunarlimi? Keyingisi nima? Liquor suyuqligi. Anatomiyani sizlarda liquor suyuqligi subarachnoidal bo'shliqdan oqardi. Agar bu suyuqlik bo'lmaganda edi, oddiygina zam o'zi jarohatlab qo'yadi. Siz liquor suyuqligi yo'q. Shaftiga. Oddiygina olib qo'ysangiz ham jarohat gematoma. Endi liquor suyuqligi nima qiladi? Bosh miyani o'sha yumshoq to'qimasini ustida qoplayotgani uchun zarb to'lqinini tarqatib beradi. Teng taqsimlar. Ya'ni zarb urganingizda u yerdagi suyuqlikda to'lqinsimon harakatlanadi, zarbning kuchini yo'qotadi. Shu hisobiga arzimagan zarbalardan odam bo'lib qoladi. Boshini rivojini uradi. Ikkinchisi liquor suyuqligi himoya funksiyasi. Ikkinchisi nima? Oziqlantirish funksiyasi bor. Endi u funksiyani to'xtalmayman, ishlab chiqarish qayerda boshlanadi? O'zi jigarda bor edi. Bu yerda ishlab chiqarilib, qorinchalarga quyiladi. Qorinchalar birinchi, ikkinchi qorinchamiz material qorinchalar deyiladi. Yon Qorinchalar boshqa yarim sharlar chiqadi. Ikki yonida, to'g'rimi? Buni 3 ta qismi bor edi. Mana ensa shoxi bor edi, oldingi frontal shoxi bor edi, supraorbitik shoxi bor, mana 3 ta. Bunda liquor suyuqlik qayerga harakatlanadi? Uchinchi qorinchaga. Qaysi teshik orqali? Mo'nroq teshik orqali oqadi. Uchinchi qorinchada esa silvis yo'li orqali, to'rtinchi qorincha. Nima qilamiz? O'tadi. To'rtinchi qorinchada 3 ta teshik bor. Majanda. Ikki yon tarafda teshigi, mana rushka teshigi va majanda teshigi. Rushka teshigi orqali liquor suyuqligi umumiy subarachnoidal bo'shliqqa quyiladi. Bosh miyada harakat qiladi. Pastki teshik orqali esa orqa miyadan aloqasi bor edi. Endi shunaqa patologiyalar bo'ladi. Gidrosefaliyada yo'qlik. Masalan, mana bu yo'llarga tiqin, masalan, o'sma miyangioma bo'lsa, yo'llar bosib ezib qo'yadi-da. Normal oqayotgan liquor suyuqlik harakatlanishni to'sadi. Buni hisobiga qorinchalarda suyuqlik yig'ilib, kengayadi. Va mamlakat ko'rinishida bosh miyani ichkaridan tashqariga siqa boshlaydi. Qora fonda ko'rsa, yon qorinchada. Liquor suyuqlik ishlab chiqaryapti, lekin boya teshigimiz bor edi-ku. Mo'nroq teshigida miyangioma bo'lsa, siqib qo'ydi-da, 3-qorinchaga o'tmayapti. Shu hisobiga qorinchada yig'ilaveradi, kengayadi, bosh miyani yumshoq to'qimasini suyakka qarab buni gidrosefaliya deyiladi. Endi yosh bolalarda bu og'irroq bo'ladi, bosh katta bo'ladi. Sababi nima desa, ularning mana bu bizga choklar bilan ishladi, bularda aqldoq. Shu hisobiga suyak bunga moslashish kerak. Aqldoq orasi ochiladi, kengayadi, bosh kattalashib ketadi. Bu ham og'ir holatlarga olib keladi, bu ham og'ir bo'ladi. Mana bu dinamikani yozilsa-da, sxema qo'yiladi. Mana yoziladi. Liquor dinamikani ketma-ket. Fraser bor mana. Bu tripan deyiladi, Fraser 3. Hozir asboblar ishlatilmaydi bizda. Faqat juda alo ishlatiladi. Yo'q desa Elektrik turib chiqqan. Ichkaridan tashqariga aralanadi. Nimaga ichkaridan tashqariga? Sababi tashqaridan ichkariga amputatsiyaga aralasa, yo'lidagi boyagi arteriyalarni shikastlab o'tadi. Butun ichkaridan tashqariga. Shu videoni qo'yib beraman, ko'rasiz.
Обязательная опухоль головного мозга, мозговые крыжи, водянка. Skal jarohatni ko'ringlar, qanaqa ko'chib chiqishi. Для удаления опухоли в мозгу нужна костно-пластическая демонация свода черепа сухостно-сердечно-затылочной области. Обнаженный свод. Кости проделывают отверстия. Соединяются полости. Отводят костную ложь. Рассекают твердую мозговую оболочку. Bunda subdural qon quyilish bo'lgan. Agar duramатning ustida qon bo'lganda epidural bo'ladi. Твердая мозговая оболочка восстанавливается. Костный мозг укладывают на место и фиксируют. Восстанавливается целостность ткани. Форма кожного разреза бывает различной. Основное правило – ножка кожного лоскута должна быть шириной не менее 6 см и направлена в сторону основания черепа. Лоскут отделяют скальпелем, ножницами, тупым путем, следя при этом за сохранностью надкостницы. Skal jarohat. Mana sevgi sifati orasida klichatga bo'lgan. Sevgi sifati osonlikcha ajraladi. Tagida klichatga bor. Намечают места наложения Klichatga nima революционных imkoniyati bo'ladi? Suyakni ustidagi pardani tikish imkoniyati. Bu esa oziqlanishini tez tiklab, bosh suyagi ochganimiz bilan yana bitib ketaveradi. осторожно сдвигают надкостницу на ширину, достаточную для наложения трепанационных отверстий и разъединения костных участков проволочной пилой шильи или кусачками Дангрена. Особая осторожность необходима при рассверливании отверстий чешуйчатых ткани. Инструмент легко может провалиться в полость черепа и повредить Nima uchun teshik ochamiz? Chunki aralash ichkaridan tashqariga. расстояние Jibli между simli костными arasini teshik отверстиями orqali 5-6 сантиметров. ichkaridan tashqariga aramaladi. Mana shu С amaliyot помощью проводника полиамора проводят пилот шильи и под углом в 45 градусов выпиливают, соединяя трепанационное отверстие, костный мозг. Suyakni lastakli olamiz. Lastakli buni maxsus do'kondan chegaradan. При надламливании лоскута обращают внимание на сохранность надкостничной ножки. Duramатda kesganimizdan keyin qon quyilish ko'rasiz. Subdural qon quyilish. Рассекают твердую мозговую оболочку. Duramатda tiksa bo'ladi. Subdural qon quyilish paytida nasos qilmagan paytlar gemostatik matolar qonni gemotomani surib oldi. Endi duramatdagi oddiy tuguni chok bilan tikamiz. Твердая мозговая оболочка восстанавливается ушиванием узловыми шелковыми швами. Keyingi dars tuxum oqishda uni boshqa bir o'ringa qabullaymi? Tuxumda trepanatsiya qiladi. Tuxum qattiq o'smoqda Укладывают костный лоскут на место. tanasini duramat deb. Его фиксацию происходит узловыми швами, вводенными через надкостницу, мышцу и сухожильный шлем. Ishlarga xuddi tuxum bitadi. O'zim ham olib qo'yaman, shu yerda bajarasizlar, o'rganasizlar. Операция закончена. Ikkinchi video qo'yinglar. Операция является Krovline tizimi odam приведшая к повышению внутричерепного давления и к ранению средней оболочечной артерии. Проекцию средней оболочечной артерии восстанавливают по схеме Кремлейна. Артерия проходит на 1,5 сантиметра выше и к задней Больной страдает компрессией мозга. Опухоль в мозгу неоперабельна. Создается искусственный шлем в кости свода и твердой мозговой оболочки. Qaysi
kompressiyon ichkaridan gematoma chiqarib yegani va miya to'qimalari tashqariga bo'lib chiqa boshladi. Мягкие ткани поверх дефекта зашивают. Miyani ichida gematoma bor, ichkarida suyakka qarab chiqyapti. Bosim oshib ketadi. Siqiladi, og'ir bo'ladi. Shu paytda suyakni olib tashlasangiz bo'ldi, do'ramatni suyakda. Teri. Shunda bu yerdan chiqib keladida, bosim kamayadi. Shunani birga siqilmaydi. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, Ви или сток кожного апонимоза, его задний сток, межапоневротическая клетчатка, височная мышца, чешуя височной кости. Четвертьпроцентный раствор новокаина распространяется в подкожно-жировой клетчатке, в замкнутом межапоневротическом пространстве, под апонимозом и височной мышцей. Разрез начинают от середины скуловой дуги и ведут вверх несколько сзади до теменного угла. Ниже верхнего края скуловой кости разрез недопустим, так как возможно повреждение ветвей лицевого нерва. Апонимоз и височную мышцу рассекают по углам. Отслаивают височную мышцу от надкостницы, которую затем рассекают крестообразным разрезом. Распатором отслаивают надкостницу от кости. Обнажают участок костной ткани размером от 36 до 42 квадратных сантиметров. Капиллярный фризон следует до появления кровяных опилок. И заменяют фризу на шаровидную. При резекции кости края триванционного отверстия скусывают кусачками Брюера. Сильное напряжение твердой мозговой системы. Salom hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biz bosh sohasining klinik anatomiyasi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Bosh sohasining klinik anatomiyasini biz qismlarga bo'lib video chiqarmoqchimiz. Shunda siz osonroq, tezroq o'rganishga harakat qilasiz. Videolarimizni ko'rish vaqtida siz iloji boricha konspektlar orqali yozib ko'rsangiz, esingizda mustahkamroq qoladi degan umiddaman. Demak, bosh sohasini o'tishdan oldin bosh sohasini qismlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Boshning sohalarga bo'lishimizdan oldin bosh sohasi bo'yindan qanday chegaralanishini bilib olishimiz kerak. Demak, chegarasiga keladigan bo'lsak, pastki jag'ning, mana pastki jag'ning pastki qirrasi bo'ylab yo'naladigan chiziq va mana bu yerdagi so'rg'ichsimon o'siq bilan yuqori ensa do'mbog'i gacha tortilgan chiziq bizni bosh sohamizni bo'yindan ajrattiradigan chiziq hisoblanadi. Buni yaxshiroq tasavvur qilishingiz uchun mana bu sohani terisini olib tashlasak, mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Pastki jag'ning pastki qirrasi bo'ylab tortiladigan chiziq va mana bu yerda so'rg'isimon o'siqning cho'qqisi va protuberanti externa hospitalisga tortilgan chiziq bosh sohasini bo'yindan ajratib turadi. Endi bosh sohasini o'zi ham ikkita qismga bo'lib o'tiladi. Bosh sohasining yuz qismi mana bu yerda va bosh sohasining miya qismiga ajratamiz. Bosh sohasining yuz qismi qanday ajratiladi desak, ko'z kosasining yuqorgi qirrasi bo'ylab, mana bu ko'z kosasining yuqorgi qirrasi bo'ylab tortiladigan birinchi chiziq va yanoq suyagi bilan yanoq ravog'idan tortiladigan chiziq va tashqi eshituv yo'ligacha, mana bu yergacha tortilgan chiziq bosh sohasini ikki qismga bo'ladi. Yuz
va boshning miya qismiga. Mana shu chiziqning oldinda va pastga joylashgan qismi yuz sohasiga tegishli bo'ladi. Shu chiziqni orqada va yuqoriga joylashgan qismi esa bosh sohasiga to'g'ri keladi. Endi miya sohasini o'zi ham ikki qismga bo'lib o'tiladi. Miya sohasining gumbaz qismi, ya'ni gumbaz degani mana bu yerda ko'rib turibsiz. Siz bilasiz, masjidlarning gumbaz qismiga o'xshab, boshni ham yuqorigi qismi mana gumbaz hosil qilib, uzluksiz choklar bilan birikkan bo'ladi. Va uning asos qismiga bo'lib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, uning asos qismi. Demak, bosh qismining gumbaz qismi ham qismlarga, sohalarga bo'lib o'tiladi. Birinchi sohamiz yaxlit qilib o'qiladigan peshona, tipa, ensa sohasi hisoblanadi. Peshona, tipa, ensa sohasi. Demak, nomlaganda lotinchada regio frontoparieto occipitalis. Demak, frontalis peshona, tipa suyaklari ikkita bo'lganicha ikkita va occipitalis. Mana shu sohani o'zi alohida o'tiladi, peshona, tipa, ensa sohasi bo'lib. Bu boshning gumbaz qismini hosil qilishda qatnashadi. Keyingi sohamiz chakka sohasi. Chakka sohasi ostemporali, bu ham alohida bo'lib o'tiladi va keyingisi so'rg'ichsimon soha. Mana bu qismga to'g'ri keladi. Demak, gumbaz qismi ham 3 ga bo'lindi. Endi boshning asos qismi ham 2 ga bo'lib o'tiladi. Boshning asos qismining ichki qismi, internal qismi, mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana ichki asos qismi va mana pastki tarafdan qaraganimizda uning tashqi asos qismi. Ya'ni bazis asos deyiladi, eksternasi va internasi bor. Ichki asos qismini o'zi ham 3 ta chuqurliklari bo'ylab o'tiladi. Ya'ni fossa crani anterior, ya'ni oldingi chuqurchasi asosning, o'rta fossa crani media, mana o'rtada chuqurcha ko'rib turibsiz, va orqa chuqurchasi fossa crani posterior. Demak, bosh miyani ichki asosi ham 3 qismga bo'lib o'tiladi. Endi yuz sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, yuz sohasi ham qismlarga bo'lib o'tiladi. Demak, birinchisi yuz sohasining yon qismi, ikkinchisi old qismi. Old qismiga nimalar kiradi? Demak, birinchisi ko'z sohasi, regio orbital soha, burun sohasi, regio nazal soha, og'iz atrofi, regio oralis va engak sohasi. Bular old yuzning sohalariga kiradi. Endi yon tomonda nima sohalarni o'tishimiz mumkin? Yon tomonda birinchisi yanoq sohasi. Taxminan mana bu proyeksiyada to'g'ri keladi. Va lunj sohasi, lablarimiz mana bu qismiga to'g'ri keladi. Quloq chaynov sohasi. Ya'ni quloq chaynov, mana bu yerda chaynov mushagi joylashgan, shu sohaga to'g'ri keladi. Va yuzning pastki chuqurlik sohasi. Sohaga to'g'ri keladi. Demak, biz klinik anatomiyada bosh sohasini o'tganimizda mana shu qismlarni bo'lib o'tamiz. Keyingi video darslarimizga biz har bir soha haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, bosh miya klinikasini boshlagan edik. O'tgan mavzuda umumiy bosh miya klinik anatomiyasida qaysi qismlarni o'tishimiz haqida gapirib o'tgan edim. Bugun esa bosh miya klinik anatomiyasidagi peshona, tipa, ensa sohasi haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda har qanday sohani gapirishdan oldin u sohani chegaralash kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi sohaga to'g'ri keladi, qaysi chegaraga to'g'ri kelishi. Demak, peshona, tipa, ensa sohasi lotinchada regio frontoparieto occipitalis deb nomlanadi. Uning chegarasi oldindan qayerda bilan chegaralangan? Mana bu yerda ko'rib turibsiz, ko'z kosasining yuqorgi qirrasi uning oldingi chegarasi bo'ladi mana bu yerda. Yoki skeletda ko'rsangiz, mana bunaqa holatda bo'lsa, mana ko'z kosasining yuqorgi qirrasi bu sohasini oldingi sohadan chegaralab turadi. Orqadan esa, mana bu orqa tarafdan esa tashqi ensa do'mbog'i.
Mana bu yerda tashqi ensa do'mbog'i bor edi. Mana shu sohada tashqi ensa do'mbog'i chegaralab turadi. Rigo fronto parento ospitali sohani orqa tarafda. Yuqorgi chizig'i esa, ya'ni yuqori tarafdan esa ensa chizig'i chegaralab turadi mana bunaqasiga. Va yondan tepa suyagini yuqori chakka chizig'i chegaralab turadi. Endi bu sohani gapirishda biz albatta qavatma-qavat gapirishimiz kerak bo'ladi, hurmatli talabalar. Ya'ni bu sohani gapirganda siz qavatma-qavat tuzilishini gapirasiz. Demak, bu soha terisi soch bilan yaxshi ta'minlanganligi uchun birinchi soch qismi keladi. Soch qismini olib tashlasak, qavatma-qavat ketsak, demak bu sohani terisi ko'rinadi. Terisi juda ham qalin bo'ladi bu sohada va mana shu teri aponevrotik qalpoq, galliya aponevrotika bilan mustahkam birikkan. Ya'ni buni ostida aponevrotik qatlam bor, mana bu yerda ko'rib turibsiz. Mana shu aponevrotik qatlam teri bilan yaxshi birikkan hisoblanadi. Va ensa sohasidagi teri, ya'ni ensa sohasidagi terimiz peshona sohaga nisbatan qalin bo'ladi. Ya'ni mana bu sohaga nisbatan ensa sohaning terisi qalinroq bo'ladi. Soha terisi soch bilan yaxshi ta'minlangan, boya aytib o'tdim. Va bu yerda juda ko'p miqdorda yog' bezlari bo'ladi. Yog' bezlari shunday joylashganki, qavatma-qavat ko'rganimizda xuddi katakchalarni ichini to'ldirib turganday yog' bezlari joylashgan bo'ladi. Agar bu yerdagi yog' bezlarida tiqilmalar bo'lsa, ya'ni chiqib ketishga sharoit bo'lmasa, bu yerda ham har xil asoratli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Endi buni qavatma-qavat ko'rish uchun mana bu rasmga murojaat qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana birinchi soch qavati. Mana bu. Demak, buni ostida kelyapti. Mana bu raqam ketayotgan bo'lsak, birinchi raqamga e'tibor berasizlar. Bu yerda to'siqlarni ko'rishingiz mumkin. Bu terini pay aponevrozi bilan bog'lovchi biriktirish to'qimali to'siqchalar mana bu. Ikkiga e'tibor berasiz, teri osti tomirlar, ya'ni bu sohadagi, ya'ni tepa sohasidagi teridagi teri osti tomirlari bilan yaxshi ta'minlangan hisobiga mana tomirlarni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda qon ketishi to'xtatish sal qiyinroq bo'ladi, chunki va bu yer soha jarohatlanganda terisi bilan shilinib chiqadi. Uchinchi raqamda e'tibor bersangiz, emisseral venalar joylashgan. Bu venalar yuzak sohasidagi venalar bilan pastki sinus sohasidagi venalarni bog'lab turuvchi vena hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, tunnelga o'xshab bog'lab turibdi. Endi 4-raqamga e'tibor berasizlar. 4-raqamda nima ko'rinib turibdi? Tepa suyagining tashqi plastinkasi, ya'ni suyakning ustki plastinkasi ko'rinib turadi. Bu plastinkani ostida esa mana 5-raqamda ko'rib turibsiz, suyakning g'ovak moddasi to'ldirib turadigan qismi ko'rinadi 5-raqam. Va 6-raqamga e'tibor berasiz, bu suyak plastinkani ostida esa shishasimon plastinka yoki tepa suyagining ichki plastinkasi ko'rinadi. Mana 6-raqamda ko'rib turibsiz. Ko'pincha bosh miyaning tepa sohasidagi travmalar yoki jarohatlarda yuza tepa suyagining tashqi plastinkasi emas, ostidagi mana shu shishasimon plastinkasi sinib ketadi. Bu narsa ham klinik ahamiyatga ega hisoblanadi. Keyingi qavatga o'tsak, 7-raqamda ko'rib turibsiz, bu yerdagi bo'shliqlarni, ya'ni bosh sohasining tepa qismida qanday bo'shliqlar bor? Epidural bo'shliq mana 7da mana ko'rib turibsiz, epidural bo'shliq. Epidural ostida esa qaysi bo'shliq keladi? Subdural bo'shliq. Subdural bo'shliqni ko'rishimiz uchun mana 10-raqamga e'tibor bersak, mana subdural bo'shliq. Demak, dastlab epidural bo'shliq keladi, keyin subdural bo'shliq keladi. Endi 8-raqamga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda miyaning qattiq pardasi boshlanyapti. Mana miyaning qattiq pardasi mana 8-raqamda chegaralanib turibdi. Va 21-raqamda bu tarafdan ko'rinishi. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Mana bu qattiq pardaning ko'rinishi. Keyingi anoga qarayotgan bo'lsak, 11-raqamda e'tibor berasizlar. 11, 15, 19-raqamda to'rsimon parda ostidagi orqa miya suyuqligi, ya'ni likvor. Bu bosh miyaning stabilligini ta'minlovchi likvor suyuqligi hisoblanadi. Bu amortizatsiya vazifasini ham bajaradi. Buni hali tajribada ko'rsatib o'taman. Demak, bu likvor suyuqligi.
Bundan tashqari 13-raqamga e'tibor bersangiz, 13-raqamda sinus ko'rinib turibdi. Ya'ni miya qattiq pardasining yuqori sagital sinuslari hisoblanadi. Va 14 ga e'tibor berasiz, miya qattiq pardasining o'roqsimon o'sig'i. Mana har bir qattiq parda kelganda o'siqlar hosil qiladi. Mana o'siqlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari 16 va 24 raqamga e'tibor bersangiz, granulyatsiyalarni ko'rasiz. Mana bu yerda 16, 17, ya'ni granulyatsiyalar har xil shaklda bo'ladi. Endi 17 ga e'tibor bersangiz, bosma miya yarim sharlarining postloq qismini ko'rasiz. Mana postloq hujayralari. Va 18 ga qarasangiz, 18-raqamda qani bu yerda topishingiz mumkin. 18-raqamda e'tibor bersak, mana bu yerda mana bosh miyaning yumshoq pardasi. Qaysi matn? Dura mater. Demak, qavatma-qavat ko'rganimizda dastlab teridan, ya'ni soch qismidan boshlaymiz. Teri osti kletchatka, aponevrotik qismi va undagi tortilgan tolalar, dastlab o'sha bosh miyaning tashqi tarafdan o'rab turadigan qattiq plastinkasimon suyagi, o'rtada g'ovak moddasi, undan keyin shishasimon plastinka, undan keyin boshlanadi bosh miyaning 3 ta parda qavatlari, tashqi qavati o'sha qattiq parda qismi, undan keyin o'rgimchak to'rsimon qavati, undan keyin esa yumshoq parda qismlari bilan to'xtalamiz. Demak, bu sohani qavatma-qavat tuzilishini qisman gapirib o'tdik. Endi mana bu yerda ochib ketishimiz mumkin, mana qavatma-qavat. Endi bu sohadagi asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz klinik anatomiyani o'tganimiz uchun ko'pincha anatomiyaga to'xtalmaymiz. Bu sohadagi o'sha qon tomir nervlarning topografik joylashuvini bilishimiz kerak bo'ladi. Bu sohadan tipa sohasida quyidagi arteriya, vena, nervlar o'tgan. Mana bu ko'z sohasiga e'tibor beramiz. Mana shu ko'z sohasini mana bu alohida ajratib bo'lsak, mana bu yerdan qon tomirlar chiqib kelyapti. Ikki xil qon tomirlar. Birinchisi arteriya supratraxlearis. Mana bu yerda joylashgan mana arteriya supratraxlearis va mana bu yerda arteriya, mana bu ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yaqinlashtiramiz. Arteriya supraorbitalis. Supra degani yuqoriga. Bu arteriya oftalmikusning davomi hisoblanadi. Ya'ni arteriya oftalmikus mana shu sohadan chiqib, shu tarmoqlarni beryapti. Mana bularni olib tashlasak yaxshiroq ko'rinadi. Mana. Mushaklarni olib tashlasak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni arteriya oftalmikus ko'zning mana bu yerdagi tirqishidan, insizuradan chiqib, ya'ni insizura frontalis et supraorbitalisdan chiqib, ikkita tarmoq beryapti. Arteriya supratraxlearis va arteriya supraorbitalis. Demak, topografik joylashishini ko'rib o'tdingiz. Dastlab arteriya supratraxlearis keladi, unga nisbatan parallel joylashgan esa arteriya supraorbitalis. Va shu nomdagi bu yerda ham venalar joylashgan mana. Vena supratraxlearis va vena supraorbitalis. Nervlarga to'xtab. Demak, peshona sohasini nerv bilan ta'minlanishi ham gaplashib o'tdik. Peshona sohasini peshona va ko'z kosasi usti nervlari nerv bilan ta'minlab turadi. Bu nervlar 3 shoxli nervning birinchi shoxining oxirgi tarmoqlari hisoblanadi. Mana bu yerda yaqinlashtirib ko'rsak, 3 shoxli nervning tarmog'ini ko'rishimiz mumkin. Mana orqa tarafda. Mana bu yerda mana 3 shoxli nervni tarmoq ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana orqa ganglion. Mana shuning nervus frontal qismi orqali keladida, ikkita tarmoq beradi. Birinchi tarmog'i nervus supratraxlearis, ikkinchi tarmog'i esa nervus supraorbitalis. Mana bu yerda yaxshilab ko'rishingiz mumkin. Mana nervus, mana birinchisida
Mana birinchisida ko'rishingiz mumkin nervus supratrochlearis va ikkinchisi esa nervus supraorbitalis. Bular asosan incisura frontalis supraorbitalis dan o'tadi, ya'ni mana shu yerdagi mana teshikdan o'tyapti. Arteria supratraxlearis, mana arteria supratraxlearis bor edi, mana bu yerda eslaringizda bo'lsa mana bu raqamda ko'rinib turibdi. Arteria supratraxlearis va nervus frontalis arteria va nervus supraorbitalisga nisbatan o'rta chiziqqa yaqinroq joylashadi mana bu yerda. Birinchi ko'z sohasidan chiqqandan keyin o'rta chiziqdan taxminan 2 sm, ikkinchisi esa 2,5 sm uzoqlikda joylashgan. Bu nima uchun kerak? Shu sohani operatsiyalarida topografik mo'ljal olish uchun muhim hisoblanadi. Demak, biz peshona sohasining qavatma-qavat tuzilishiga e'tibor berdik. Bu yerda qon tomir, nerv tutamlari haqida gaplashib o'tdik. Salom hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biz Kronline taklif etgan chiziqning topografik ahamiyati haqida gaplashamiz. Bu olim bosh sohasidagi operativ ochib kirishlarda o'zining 3 ta gorizontal va 3 ta vertikal, jami 6 ta chizig'ini taklif etgan. Bunda boshning sagital chizig'i bo'ylab insa suyagining katta do'mbog'idan burunning asosigacha birinchi gorizontal chiziq tortiladi. Hozir birinchi gorizontal chizig'imiz, demak, insa suyagining do'mbog'idan burunning asosiga qarab tortiladi yoki ko'z kosasining pastki qirg'og'iga. Mana bu sohaga to'qinadi. Demak, birinchi gorizontal chiziq. Ikkinchi gorizontal chizig'imiz esa mana shunga nisbatan perpendikulyar parallel holatda ko'z kosasining yuqori qirrasi bo'ylab tortiladi. Ko'z kosasining yuqori qirrasi mana bu yerda. Demak, shu bo'ylab gorizontal chiziq tortsak, bu ikkinchi gorizontal chizig'imiz hosil bo'ladi. Endi mana shu gorizontal chiziqqa perpendikulyar, ya'ni qarama-qarshi holatda yanoq suyagining o'rtasidan, demak, yanoq suyagimiz mana bu yerda, mana bu sohada, shuning o'rtasidan sagital chiziqqacha oldingi vertikal chiziq tortiladi. Demak, mana shu sohadan yuqoridan pastga qarab yanoq suyagining o'rtasidan oldingi vertikal chiziqni chiza olamiz mana. Endi pastki jag' bo'g'imining o'rtasidan esa o'rta vertikal chiziq o'tkaziladi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, pastki jag' bo'g'imi joylashgan. Mana shuni o'rtaroq qismida ikkinchi vertikal chizig'imizni o'tkazamiz. Va uchinchi vertikal chizig'imiz orqada joylashadi. Bu so'rg'ichsimon o'simta asosining orqasidan sagital chiziqqa o'tkaziladi. Demak, so'rg'ichsimon o'sig'imiz mana shu yerdan tortamiz. Bu uchinchi vertikal chiziq bo'ladi. Va bitta gorizontal chizig'imiz qoldi. Bu mana bu nuqtadan bu nuqtaga tortiladi. Mana ko'rdingizlar, demak 3 ta gorizontal, 3 ta vertikal chiziq chiza oldik. Bu chiziqlarning topografik ahamiyati shundaki, hosil bo'lgan mana shu chizma bo'yicha miya qattiq pardasining o'rta arteriyasi, ya'ni dura materda joylashgan arteriya meningia media mana shu chiziqlarning kesishgan nuqtasiga to'g'ri keladi. Ya'ni biz operatsiya davomida mana shu chizmalarni chizgan holatda arteriya meningia media qayerdan o'tganligini taxminiy proyeksiyasini chiza olishimiz mumkin. Demak, chizib olamiz. Demak, arteriya meningia media oldingi vertikal chiziqning, demak, oldingi vertikal chiziq mana bu edi, to'g'ri? Oldingi vertikal chiziqning pastki gorizontal chiziq bilan kesishgan joyi. Demak, mana bu yerda ikkalasi kesishgan. Demak, taxminiy proyeksiyasi mana shu yerga to'g'ri keladi. Demak, arteriya meningialni boshlanadigan qismi mana shu sohaga to'g'ri keladi. Yoki yanoq suyagining o'rta qismining yuqorisiga to'g'ri keladi. Demak, mana shu yerga to'g'ri kelayotgan arteriya meningia media. Shu arteriyaning endi tarmoqlarining proyeksiyasini aytsak, shu arteriyaning oldingi tarmog'i
Demak, shu arteriyamizning oldingi tarmog'i aytilyapti. Yuqori gorizontal chiziqning, demak, yuqori gorizontal chizig'imiz mana bu edi, to'g'rimi? Yuqorgi gorizontal chiziqning oldingi vertikal chiziq bilan kesishgan joyi. Demak, mana bu yerga to'g'ri keladi. Demak, bu oldingi tarmog'ini beradi. Demak, taxminiy proyeksiya shu sohaga to'g'ri keladi. Endi mana shu arteriya meningia medianing orqa tarmog'i esa yuqori gorizontal chiziqning, ya'ni yuqori gorizontal chizig'imizning yaxshilab qarab turingizlar. Orqa vertikal chiziq bilan kesishadi endi. Demak, orqa vertikal chizig'i mana bu edi. Mana bu joyda kesishgan ekan. Bu orqa tarmog'ini berar ekan. Demak, mana shu sohaga to'g'ri keladi. Mana shu chizma orqali biz Cronline chizig'ini chizib, mana shu sohadagi arteriya meningia medianing oldingi, orqa va chiqish tarmoqlarini tashqaridan proyeksiyasini chizsak bo'ladi. Demak, bu sohadan ko'rayotgan bo'lsak, demak, bu oldingi tarmog'i bo'ldi, bu orqa tarmog'i bo'ldi. Bu narsa nimaga kerak? Mana shu sohadagi har xil absislarda, flegmonalarda yoki bosh miyaning ichidagi trepanatsiya operatsiyalarida biz shu proyeksiyalarga qarab kesma chizamiz. Ya'ni qon tomiri shikastlamasligi uchun. Bundan tashqari bu chiziqlar orqali biz bosh miyadagi pushta va egatlarni ham taxminiy proyeksiyasini aniqlashimiz mumkin. Masalan, markaziy egat. Mana bu yerda markaziy egat joylashgan. Buni biz Roland eganti deymiz, ya'ni avtonom bilan sulcus centralis. Mana shuni tashqi tasvirini aniqlamoqchi bo'lsak, yuqori gorizontal chiziqning, ya'ni demak, yuqori gorizontal chizig'imiz mana bu edi. Demak, yuqori gorizontal chiziqning oldingi vertikal chiziq bilan kesishgan joy. Demak, oldingi vertikal chiziq bilan kesishgan joy. Taxminan qayerga to'g'ri kelishi mumkindir? Demak, chiza olsak, mana bu sohaga mana shunaqasi o'tgan chiziqqa to'g'ri keladi. Demak, mana shu yerda Roland egati joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Demak, undan tashqari boshqa pushta va egatlarni ham shu chizmalar orqali aniqlashimiz mumkin. Har bir talaba yoki har bir shifokor bu Cronline chizig'ini yaxshi tushuna olishi kerak bo'ladi. Demak, sizga qisqacha bo'lsa ham Cronline chizig'ini tushuntirib o'tdim. Albatta mavzuni o'qib, mustahkamlab oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salom hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biz bosh miyani qon bilan ta'minlash haqida gaplashamiz. Ya'ni ikkita halqa bor edi. Bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan Vilizi halqasi bor va Zaharchenko halqalari haqida gaplashamiz. Demak, undan oldin biz bosh miyaga o'sha ikkita halqani hosil qilishda qatnashadigan arteriyalar haqida gaplashib olsak, demak, birinchi arteriyamiz bosh miya aortadan chiquvchi ikkita katta tarmoqning biri, ya'ni ichki uyqu arteriyasi. Arteria caroticus interna. Mana bu yerda joylashgan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Arteria caroticus interna va umurtqalar orasidagi teshikdan boradigan artera vertebralis orqali bosh miya qon bilan ta'minlanadi. Arteria caroticus interna arteria carotis communisning bevosita davomi hisoblanadi. Ya'ni umumiy uyqu arteriyasidan ichki uyqu arteriyasi hosil bo'ladi. Bu aortaning tarmog'i hisoblanadi. Birinchi tarmog'i hisoblanadi. Aortaning ikkinchi tarmog'i esa, ya'ni arteriya subclavidan chiqadigan arteria vertebralis esa bu umurtqalar orasidagi teshik orqali yuqoriga ko'tarilib boradi. Demak, birinchi tarmoq haqida gaplashsak, birinchi tarmoq umumiy uyqu arteriyasidan ajraladida va yuqoriga qarab yo'naladi. Mana bu yerda ko'rib turishimiz, mana yuqoriga qarab yo'naladi. Bu ichki uyqu arteriyasi kalla suyagi asosiga borgandan keyin tashqi uyqu teshigi, mana bu yerda teshik bor. Mana ko'rib turishingiz mumkin, mana bu yerda tashqi uyqu teshigi, lotinchada foramen caraticum externum orqali
kalla suyagining ichiga kirib boradi. Ichki uyqu arteriyasi mana shu kalla suyagining ichidagi uyqu kanali orqali o'tib, kalla bo'shlig'iga kiradi. Kalla bo'shlig'iga kirganda qaysi teshikdan kirib keladi desak, yuqoridan qaraganimizda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana shu yerda yirtiq teshik joylashgan. Mana shu sohada, mana shu teshik orqali foramin lasterum orqali kirib keladi kalla bo'shlig'iga. Va o'zini kirgandan keyin oxirgi tarmoqlarini beradi. Ichki uyqu arteriyasining asosiy shoxlari mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Demak, asosiy shoxlariga qaysi kiradi desak, birinchisi arteriya cerebral media. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Mana ikkita tarmog'i arteriya cerebral media. Bu birinchi tarmoq hisoblanadi, ya'ni o'rta miya arteriyasi. Bu arteriyalar mana boshni qo'yamiz. Bu arteriyalarimiz. Mana shu sohadagi tashqi peshona sohasining tepa va chakka bo'laklarini qon bilan ta'minlaydi. Mana shu ikkita arteriya. Ichki uyqu arteriyasining ikkinchi shoxi arteriya cerebri anterior, ya'ni oldingi miya arteriyasi. Bu arteriya bosh miyaning peshona bo'lagining medial qismi va yuqori qismini, qadoqsimon tanani, ichki kapsuladagi strukturalarni qon bilan ta'minlaydigan arteriya hisoblanadi. Bu ikkita oldingi miya arteriyalari, mana bu ikkita oldingi miya arteriyalari o'zaro mana bu yerdagi arteriya kommunikatsiya anterior orqali qo'shilgan yoki anastomozlashgan hisoblanadi. Ya'ni bular birlashadi shu joyda. Bosh miyani qon bilan ta'minlashda ishtirok etadigan ikkinchi tarmoq arteriyamiz bu arteriya vertebralis. Mana bu arteriyamiz. Arteriya vertebralis arteriya subclavining davomi, ya'ni tarmoq hisoblanadi. Bu arteriyamiz, ya'ni arteriya subclavidan chiqqandan keyin ikkita mushak orasidan o'tadi. Bo'yin sohasidagi musculus scalenus anterior it, musculus longus collining orasidan chiqib, bo'yin umurtqalarining mana bu yerdagi teshiklari bor. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni ko'ndalang o'sig'i bo'lardi. Bo'yin umurtqalari mana shu yerda esa foramin transversum, ya'ni ko'ndalang teshik orqali kirib boradi, yuqoriga harakatlanadi. Va bosh miyaning asosiga foramin magnum, ya'ni bosh miyaning katta teshigi orqali kalla suyagining ichiga kiradi va bu yerda birlashadi. Ikkita arteriya vertebralis. Ya'ni buni biz arteriya bazilika deb nomlaymiz. Mana arteriya vertebralis ikki tomondan kelib birlashyapti-da, mana bu sohada arteriya bazilarisni hosil qilyapti. Arteriya bazilaris miya ko'prigining old qirras sohasiga yetib kelgandan keyin, mana miya ko'prigining old qirras sohasiga kelgandan keyin o'zining so'nggi tarmog'ini beradi va ikkiga bo'linadi. Bu ikkiga bo'linishni ko'rib turibsizlar. Arteriya cerebri posterior mana ikki tomonda ikkiga bo'linyapti. Endi mana shu joyda ichki uyqu arteriyasining mana bu yerdagi tarmog'i arteriya cerebri media bilan arteriya cerebri posterior birlashuvchi shox orqali, ya'ni mana bu yerdagi shox arteriya, mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, birlashadigan shox bor. Mana arteriya kommunikatsiya posterior orqali bular birlashadi va anastomozlanadi. Shu yerda o'rta miya arteriyasi bilan ya'ni arteriya cerebri media bilan bog'lanadi. Mana shu yerdagi halqani, mana shu yerda hosil bo'lgan halqani biz Velezi halqasi deymiz. Ya'ni mana shu halqa orqali bosh miyani qon bilan ta'minlanish amalga oshadi, ya'ni kollateral foydalanish. Endi mana bu sohada ikkita arteriya vertebralisga arteriya spinalis, ya'ni orqa miyadan keluvchi arteriyalar
ya'ni oldingi shoxi arterial spinalis anteriorlar kelib birlashib, bu yerda ham halqa hosil qiladi. Buni biz Zaxarchenko halqasi deymiz. Bu sohani topografik ahamiyati shundaki, bosh miyadagi insultlar bo'lganda yoki mana shu sohada ishemiya bo'lganda, mana shu aylanma yo'l orqali bosh miya qon bilan ta'minlanadi. Lekin bu kollateral qon aylanishi juda ham nozik va sust ishlagani tufayli ko'pincha insultlarning asorati bemorlarda og'ir o'tadi. Endi buni rasm orqali ko'rishimiz ham mumkin. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Artebra vertebralis. Bu yerda esa ichki yuk arteriyasi tarmoqlari qo'shilib, Vilezi halqasi bilan Zaxarchenko halqasini hosil qilgan.